Assalomu alaykum do'stlar. Bugungi telefonimiz Samsung A11 telefonini sensoridan mana ekranda ajratib olganmiz. Mana ko'rishlar bor. Mana ekranda ajratib olganmiz. Endi buni mana ajratilgan holatda. Buni endi orasini ochib ajratib ko'ramiz buni. Bu ekranni ochamiz. Mana ochdik. Ichida mana qatlamlar bo'ladi. Bittasini olamiz. Hop, mana qatlamini olamizda. Endi buni ichiga qo'yamiz. Yaxshilab joylashtiramiz joyiga. Joyiga keltirib, yaxshilab joylashgandan keyin buni olib kelib turib yopamiz. Yaxshilab yopamiz hamma tarafini. Mana eksperimentimizda bu ekran yonadimi yo'qmi tekshirib ko'ramiz. Mana yopilyapti. Yopib qo'ydim. Endi bu telefonimizni akkumulyatorlarni qo'yamiz. Akkumulyatorlarni mana joyiga moslab suqamizda telefonimizni yoqib ko'ramiz. Bismillah. Telefonimiz yondi mana. O'sha holatda. Mana bosib ko'rsak. Mana ichida dog'larni qilib chiqarib olsak ham bo'ladi lekin. Mana ketyapti mana. Mana ketdi. Mana ketyapti. Mana qo'shildi. Mana shunday qilib chiqarib olsak bo'ladi mana. Mana dog'i yuryapti. Mana ketdi. Xullas shu holatda mana telefonimiz ishlayapti. Endi dog'ni mana bu tomonga qarab haydaymiz. Orqaga qarab haydaymiz. Yuryapti mana. Yo'q olamiz. Dog'ni qilsak mana har tomonga qarab yuraveradi. Buni chiqarib olsak bo'ladi. Lekin bu ekranimizda tiklab bo'lmaydi. Buni sababi paytlarga dog' tushib qolgan. Bu ketmaydigan dog'dan. Mana hisobiga bunasini qo'ygan taqdirda ham ishlamaydi. Do'stlar, kimga yaxshi xizmatlar kerak bo'lsa, murojaat qilasizlar. Chiroyli qilib telefonlarni sotamiz hamda YouTube kanalimizda bizni kuzatib boringlar. Telefonlarni ochish jarayonini, uy sharoitini qanday ochib turishlarini o'rgatib boramiz. E'tibor uchun rahmat.